Assalomu alaykum. Bizni Instagramda ko'rib, kuzatib, qo'llab-quvvatlab turgan aziz kuzatuvchilarimiz, mana qizlar yana navbatdagi zakazlarimizni tayyorlab oldik. O'tgan kuni ko'rgan bo'lsalaring, 10 ta miramirimizdan komplekt chiqargan edim. Xuddi o'sha klientimiz uchun 10 ta shunaqangi Laylo guli baxmalimizdan ham tayyorlab berdik. 10 tadan 20 ta ekandoz, 20 ta yostiqlari bo'ldi. U Turkiyalariga lo'lab olish anjir boshlarni ham tayyorlab berdik, lekin baxmallarni oddiygina qilib ishlatishga chiroyli qilib tayyorlab berdik va xudo xolamiz uchun 4 ta bardovi Turkiyamizdan ham tayyor. Ertalabda hozir mana obzor qilyapman. Hali qo'g'uqchimiz uydan chiqqani yo'q Turkiyalar. Inshaalloh ular ham chiqsa obzor qilib berishga harakat qilaman. Bizda juda ham ishlar ko'p. Vaqtimizga qarab, klientlarimizni keladigan vaqtlariga qarab sekin-sekin obzorlarni qilyapmiz. Bemalol zakaz berishlari mumkin. Inshaalloh oktyabr oyiga zakazlarimiz ochildi. Bemalol zakaz bersalaring bo'ladi.